Do'stlar, bundan 1 oy oldin avval Dubai Barbershop asoschisi Aziz aka bilan birgalikda intervyu qilganmiz va intervyuning so'ngida eng yaxshi kommentariy yozgan va kommentariyasi eng ko'p like to'plagan ikkita inson uchun ajoyib sovg'alar qo'yilgan. Ya'ni Aziz aka tomonidan 1 dona Dyson fan va sochini kaltalab qo'yish bepul bo'lgan. Mega intervyu tomonidan ikkinchi o'rin uchun $50 pul mukofoti qo'yilgan. Aynan o'sha kun yetib keldi do'stlar. Bugun mana shu tanlov g'oliblari ichkarida o'tirishibdi. Sizlar bilan birgalikda kirib mana shu g'oliblarni aniqlaymiz. Do'stlar, mana biz ichkariga kirib oldik va bizni bugungi tanlovimiz g'oliblari aynan shu joyda turibdi. Baxtli insonlar. Xabaringlar bor, o'sha Aziz aka bilan birgalikda intervyu qilganmiz va intervyu so'ngida aynan shunaqangi tanlov g'oliblariga sovg'alar qo'yilgan. Hozir birgalikda Aziz aka bilan topshiramiz. Birinchi g'olibimiz Asrorxon 131 ta like yig'ib birinchi o'rinda oldi. Ikkinchi o'rinimiz Sobirjon 87 ta like yig'ib ikkinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Hozir ekranga ham bir qator ko'rsatib o'tishadi. Ozgina shu intervyu haqida o'zlaringning fikrlaringni aytib o'tsalaring, xudo xolasa sovg'alarni isbot qilib topshiramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Intervyu juda zo'r bo'lgan aka. Bu intervyuni ko'rib, odam o'zi sevgan kasb bilan katta muvaffaqiyatga erishish mumkinligi bo'yicha yaqqol misol bo'ldi. Sizga kelajakda tilaklarim iloyim respublika bo'yicha yangi joylar ochib, kengayib, iloyim jahon darajasidagi brend bo'lishini tilab qolaman. Sizga faoliyatga Men Tolibjon Asroxonman. Mega intervyuni oldindan ko'rib boraman. O'zim shu sohadaman. Bu videoni ko'rib men asosan biznesga motivatsiyalar bildim. Shu Aziz aka ideal inson ekan, shu akaga ishondik, oxiri erishdik. birinchi o'rin mana fan beramiz deb aytgandim, Dyson fan. Mana bu o'zimizning hamkasbimizga to'g'ri kelib qoldi. Buyurib nasib qilsin, iloyim sizdan katta salomlar oching. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga erishing. Xudo xolasa aka. Omad tilaymiz. Sog' bo'ling. Men birinchi o'rinimiz degan, men o'zim ham masalan kichkina barber nomidan akamizga gel sovg'a qilmoqchiman. Aka, tabriklayman. Aka, ishlaringizga rivoj aka. Do'stlar, ikkinchi o'rin uchun Mega intervyu tomonidan $50 pul mukofoti qo'yilgan edi. Mana shu pul mukofotini biz ikkinchi o'rin g'olibiga topshiramiz. Sobirjon, tabriklaymiz. Ochib bir qator ko'rib olaverasiz. Faqat dollar bo'lmadi, so'mda bo'lib qoldi. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Zo'r aka, rahmat. Sen ko'pchilik o'ylaydi, mana ijtimoiy tarmoqlarga ham eng yaxshi kommentariy yozgan, kommentariyasi eng ko'p like to'plagan insonga sovg'a berish jarayonlari ko'p holatlarda qolib ketadi. Mega intervyuda shu paytgacha aytilgan sovg'alar deyarli hammasi berib kelinyapti. Shuning uchun bemalol bizni tomosha qilinglar, videolarni ko'rib yaxshi xulosa chiqaringlar va g'olib insonlarga albatta ketma-ketlikda sovg'alarni topshiramiz. Aziz aka, sizga ham alohida rahmat. Shunchalik vaqtingizni ajratib, siz haqingizda juda ham yaxshi fikr bildirishdi. Intervyudan keyin juda ko'pchilik ko'rib, yaxshi motivatsiya olgan, o'zi uchun kerakli xulosalar chiqarishdi. Shaxsan o'zim ham siz bilan intervyu qilib maza qildim. O'zim uchun zo'r narsalar oldim. Xudo xolasa kelajakda yangi joylar ochadigan bo'lsangiz, o'sha joylarga borib, xudo Dubaydan ham ochaman desiz, Dubaylarga borib intervyu qilish nasib qilsin. Xudo xolasa. Katta rahmat hammalaringga, sizlarga ham katta rahmat. Do'stlar, bugungi tanlovimiz g'oliblariga o'z sovg'alarini topshirdik. Aynan mana shunday sovg'alarning egasi siz bo'lishingiz mumkin. Quyidagi link orqali kirib videoni ko'ring va sizning kommentariyangiz eng ko'p like to'plasa, aynan mana shunday sovg'alarning egasi siz bo'lishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Biz siz bilanmiz.